Yo'lga otlangan yovxir askarday hilpirab borursan mag'rur va ildam. Najmiddin Kubrodek mardlaring eslab bir ajib tuyg'ular kechmoqda dildan. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun maktabimizda bir vatan, bir el, bir bayroq sharoitida challenge o'tkazilmoqda. Challenge orqali biz bayrog'imizga bo'lgan hurmatimizni, vatanimizga bo'lgan g'ururimiz va sevgimizni namoyon qilamiz. Har birimizning ishtirokimiz bayrog'imiz sha'nini yuksaltirishga xizmat qiladi. O'quvchilar, vatanimizni, davlatimizni bayrog'i qizil, oq, yashil va ko'k rang. Ko'k rang nima ma'no bildirar ekan? Ajdodlardan meros tinchlik mayog'i. Samoga timsoldir moviy uchmog'ing, yashil ranging ko'rkam bog'u gul bog'ing. Cho'g'dek chiziqlarga termulgan onin, jo'shqin tomirlar jo'sh urar qonin. Muborak oq va yashil bordir qizil jilbog'i, shuning uchun chiroyli O'zbekiston bayrog'i 12 baxt yulduzi o'ziga xos erishgan, unga dunyo xalqlari havas bilan qarashgan. Uning bayrog'i 1991-yil 18-noyabr kuni qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasining ramzi 3 ta. Birinchisi O'zbekiston Respublikasi bayrog'i, ikkinchisi O'zbekiston Respublikasining gerbi, uchinchisi O'zbekiston Respublikasining madhiyasi. O'zbekiston bayrog'ida 4 ta rang bor: ko'k, oq, yashil, qizil. Bitta oy 12 ta. O'zbekiston bayrog'i men uchun ularning belgisi. G'urur, Dilga hech tushmasin firog'i, vatan bayrog'i, vatan bayrog'i. Dilga hech tushmasin yurtning firog'i. Ajdodlardan meros tinchlik mayog'i. Sensan yuraklarning shiddat chaqmog'i.